Oh, qishloq topsam edi, suv ham yo'q. Voy, qishloq yozilganmi? Voy, yugurdim. Voy, qishloq. Qishloq topdim va nihoyat. Qishloq topdim. Ana suv ichaman endi. Chalqab ketgan edim. Massa. Ketdim men endi qishloqda. Juda ham qishloq katta ekan. Jetellar bor, qishloqlar. Endi men sizlarning meri bo'laman. Endi men sizlarning xo'jayiningiz bo'laman. Qishloqlar, endi men sizlarga keldim. Oy, shunisi yetmayotgan edi. Ketdim men. Shunisi yetmayotgan edi. Qishloqlar, sizlarga ijaradan uy bormi? Ijaradan bo'lsa ham menga kerak. Ijaradan uylar. Qishloqqa Urma meni. bo'pti. Kechirasan qishloqqa. Ha, mana nima deysan menga? Shu yerda mabodo ijaraga uy sotilmaydimi? Sotiladi. To'g'riga qarab boraverasan, o'sha yerda uy bor. Juda ham katta mashina. Xo'p, bo'ladi. To'xta, Jitil. Nima deyoding? Kerak bizan qog'oz to'g'riga qarab ketaverasan dedim-ku. Keyin burilasan. Xo'p, rahmat. Endi qaysi uy ekan u aytgan? Ana bumi yo bumi? Bu yerda juda ham katta uylar bor ekan, sotilarkan. Ketdim. Endi uyimni joylashtiraman. Ketdik. Uy topaman o'zimga endi. Ketdik. Kvartira topish kerak. Ana suvlari ham chiroyli, osmonlari, bulutlari ham chiroyli ekan. Ketdik endi. Shu mening uyimmi nima? Ketdik, kiraylik qani. Jetel aytganidek juda ham katta, shinamgina ekan. Ketdik, endi uylarni o'g'irlik qilamiz uylar bilan. Endi men uyimni joylashtirish uchun narsalar bilan o'g'irlik qilaman. Ketdik endi. Ana u uyga o'g'irlik qilamiz. Ketdik. Birinchi toshini sindiramiz. Sekin sindirishim kerak. Bu ham asta sinadi qo'l bilan. Tezroq bo'l, hozir jetellar ko'rib qolmasidan. Ketdik. O'g'irlaymiz. Narsalar ko'p ekan. Non, narsa, g'isht, portal yasash uchun narsalar qolib ketibdi-ku. Olamiz bularni ham. Nimaga olmaymiz? Chunki bizning uyimiz bu. Bizning uyimiz. Bizlar hamma narsani joylashtirishimiz kerak. Shuning uchun bizlar olamiz shuni. Hammasini olamiz. Bitta qoldirmasdan olamiz. Ketdik. Hammasini bitta qoldirmasdan olamiz. Jetel meni qo'ng'izi degan uchun alam olaman. Ha. Ketdim. Hali afsuslanadi. Endi ikkinchi uyni o'maraman. Ha. Qo'ng'iz, o'zi qo'ng'iz. Ketdik endi. Ketdik. Odamlar yashnar, jetellar yashnar. Hech kim yo'q, ha? Odamlar hammalar. Salom ulug'. Yangi kelgansan, o'rganib qoldingmi? Ha, yaxshi, o'rganib qoldim. Endi uyni o'maramiz. Ketdik. Zo'r ekan. Bolakay kirib qoldi. Mayli, bolakay-ku. Ketdik. Siz kimsiz? Nima qilyapsiz? Chiqing bu yerdan. Chiqing dedim. Bola, men o'g'irlamayapman. Sening dang meni yubordi, o'g'irlik qilma deb. Narsalarni oldimga olib kel deb. Nima? Axir meni dadam o'lgan-ku. Nimalar deyapsan? Aytgancha o'ying aytdi-de.
Nimalar deyapsan? Axir mening oyim yo'q-ku. O'lib ketganlar-ku hammalar. Mayli, siqilma bolakay. Non yeysanmi? Bor yo'qol. Bo'lmasa o'zim yeyman. O'zim yeyman. Bor. Men senga bermayman. Axir bu sandiq, bu nonni sandiqdan oldingiz-ku. Stollardan nimaga olyapsiz? Amaki, chiqing uyimdan dedim sizga. Bolakay, qoch. Ishimga xalaqit berma. O'zi seni kim boqadi? Na otang ya, na onang bo'lmasa. He amaki, men o'zim ishlayman. 12 million dollar pul topaman. Sizga o'xshab o'g'rilik qilmayman. Attirmizak. Nimalar deyapsan? Men hamma narsangni olib ketaman baribir. Attirmizakcha. Ketdik qaym. Ketdim qayman. O'g'illik qilib kelay yana. Yana bir qoch. Yelimdan qoch. Qoch. Chiq jo'ralar. Chiq jo'ralaring kutib turibdi seni. Shumtaka bolalar. Nimaga o'g'illik qilasizlar? Suvga chimilinglar. Ota-onalaringga. Voy amaki, nima deyapsiz? Axir biz o'g'rilik qilganimiz yo'q-ku. Tegmang amaki. Yordam. E'tibor bermaymiz. Ketdik endi uyimizga. Ketdik. Voy, buni kim qildi? Men buni tashlab keta olmayman. Aytaman jitillarga. Ustidan yozaman. Qishloq meri nima qilyapti buncha? Ketdim men. Jitillar, nimaga polduzdagi ekinlar qurib ketyapti? Mer nimaga qarayapti? Nima qilyapsizlar sizlar? Tinchlan. Ulug', ular qurimagan, endi chiqyapti. Ha, endi chiqyaptimi? Endi jitilni uyini yo'qmasam bo'lmaydi. Ketdik endi. Ketdim men. Bugun qo'ng'iz jitil ustimdan kelyapti. Men uning uyini yoqib yuboraman. Ketdim men. Ha. Endi o'zi ko'radi mendan. Ketdik. Bolalar ulug'lamaga o'z gapiryapti. Ham bolachalar, o'g'irlik qilyapsizlarmi? Ha, yanada o'g'irlik qilinglar. Jitillar sizni o'g'ir deb ko'rishsin. Xo'pmi? Qo'shdik. Bu kechki tovuq-ku. Bu yoqqa ke. Mayli, kichkina ekan, o'ldirmaylik. Ketdik. Ana shu bolalarni otasiga rahmat. Ketdik endi. Qo'ng'iz jitilni uyini yoqib yuborish uchun ketdik. Hammasini ketdik. Qilamiz birga ketdik. Mana topib keldik. Endi hamma narsasini yoqib yuboramiz. Ketdik. Uyiga kirish kerak birinchi. Nimaga kirmaydi bu? Uyi zo'r, lavasi bu zo'r. Mana ketdik. Ana endi toshni olamiz. Belli. Yo'qdik. Qo'shdik. Yonishni boshladi. Qo'shdik. Ha. Endi zo'r bo'ldi. Yaxtgina bo'ldim. Ha. Yaxtgina bo'ldim. Ana endi yaxtgina bo'ldim. Pajar bo'lyapti. Pajar. Telefon qilib aytmaymiz hech kimga. Ketdik. Telefonni qo'limizga olib aytmaymiz hech kimga. Ha. Uyga kirib endi tinchgina dam olamiz. Xo'pmi? Ketdik bolalar. Narsalarni birinchi joylashtirish kerak, keyin narsalarni o'z joyiga qo'yish kerak. Ketdik. Telefonimni 4 talasini ham qo'yaman, pulimni qo'yaman hamma narsasi. Ha, bilaman, bu kumush. Men esa hazillashib telefon deyapman. Hamma narsalarimizni joylashtiramiz va uyimizga chiqib keyin bo'ldi. Sog' bo'ling.